Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Peter Toshkent, Peter Samarqand yo'nalishida avtobuslar qatnashi davom etyapti. Ko'rib turganlaringdek, bugun ikkita avtobus baravar posadka bo'lyapti azizlar. Bu tarafda bitta avtobusga yo'lovchilarimiz joylashyapti, va naryoqda yana bitta avtobusga yo'lovchilarimiz joylashyapti vatandoshlar. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz ekranlarda. Reyslarimiz har kuni bor. Bemalol aloqaga chiqib, shu raqamlar orqali joylarini band qilib olishlaring mumkin. Bez dokumentlariga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Transportlarimizning holatlari ideal darajada, avtobus ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Har bir yo'lovchi uchun alohida zaryadliklar, monitorlar, yo'lda zarur bo'ladigan hamma jihozlar bilan jihozlangan. Avtobuslarimizning konditsionerlari ham ishlaydi. Bemalol aloqaga chiqib ketishlar mumkin. Bagajlarimiz ham keng. Har bir yo'lovchi uchun shunaqangi chamadonlardan bittadan ikkitadan bepul bo'ladi azizlar. Kanalga podpiska bo'lib qo'ysalaring, har kuni ishlatilgan transportlarimiz haqida to'liq ma'lumotlarni qo'yib joylab boramiz. Bu hozir yurib ketadi bu avtobus. Bu tarafdagi avtobus 1 soatdan keyin chiqadi. Nomerlar qoldirib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqib borasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar vatandoshlar.